Assalomu alaykum aytsanlar. Bugün ötülmekçi olan dersimiz mana şu çiçek seyini pişirish usuli. Bu çiçek seyini şu duxovkada yoki yağda pişirsak shunchalik yeyishlik. Yalaqa biz kontak edeceğizler yeymiz bu. Şu kontak edeceğizdik belki yeyishlik bo'lgan bir xil sey bo'lib chiqadi. Bunu pişirish uchun oldi bilan biz mush çiçek seyini mushu o'ziniki mushundaq muş çiçek seyniki muşu beğişidir muşundaq parça qilib parçalasak bo'ldi xonimlar. Muşundaq parçalaymiz buniki muşu g'ol qismidirlar. Özümüz yaxshi ko'rgan cho'nliq parçalasak bo'ldi. Parçalı bunu talamoqda cho'qim muşundaq oq holati kelgan sifatli kerak çiçek seyin ishlasak texim bir yaxshi ko'rkam chiqadi xonimlar. Agarcha qor yerlar bo'lsa muşundaq kesib ötib tozalab bunu yuvib birinchi qadamda bunu tayyor qilamiz. İkinci kademde qozon ocaq esib, su quygandan keyin bununğa bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq zira sep qaynatamiz qizlar. Mana qizlar, men bir qo'shiq zirini sovatdim. Bununğa bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq zirini sep, ilashtirib etgandan keyin tuzning ta'mi chiqqancha çiçek seyini sep pishirib olamiz. Mana çiçek seyini soldik. Buni bir tal çiçek seyininki yerimini soldik, potmayga qava yerini yerimini keyin pişirimiz. Bunu 5 minutdan 10 minutgacha qaynatib pişirib, çalıp pişirib avasak bo'ldi xonimlar. Bu qaynagandan keyin 5-10 minut keyin suzib öylep qolgan qismini solamiz. Mana qizlar, ma çiçek sey pishgandan keyin suzib ma tilangimizga avoldik. Buni suyi sirg'itib bo'g'acham biz buni melaydigan kremini tayyor qilamiz. Endi biz mush çiçek seyini meylaydanğa kıymasını tayyor qilamiz. Bunun kıymasiga manadek istakanda 2 stakan un qo'yamiz. Bir quruq vanqachimizga 2 stakan un qo'yib olgandan keyin bunga ma ko'ptirgichdan 16 gram. Manadek misal qilsam manadek ko'ptirgich ishlasangizlar bo'ldi. Bu birisi bir kizning hammasini qo'yib 16 gram chiqadi. 16 gram ko'ptirgichni bu unga aralashtiramiz. Mana ko'ptirgich namsini qo'yib o'tdik. Ondan keyin darmaklar aralashtiramiz. Buningda mavu kichik qo'shiqda bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq zira, mavu achchig'i yo'q lazım ishlatdim. Achchiq yaxshi ko'rsangiz achchiq lazım ishlasangiz bo'ldi. Qizilmush talqini, ma qarmushdan kichik qo'shiqda bir qo'shiq, mavu yamg'oq sutining urug'ining yanchalmasa, buningda kichik qo'shiqdan bir qo'shiq. Mushu hammasini abayga un bilan ko'ptirgichning aralashmasiga qo'shib aralashtirib o'tamiz.